Jim bo'llaring. Navchi shovqin ko'rasizlar. Baba, aytgan ko'ynaklaringizni olib keltirib qo'ydim. Yo'qot ko'zimdan. Nima qilding buni? O'zingiz aytgandingiz. Yo'qot ko'zimdan. Yo'qmadi. Assalomu alaykum. Mana etgan tortingiz tayyor bo'ldi. Nima bu? Navchi xunurang. Yo'qmadimi? Yo'qmadi. Assalcha. Bularni hammasiga bitta o'rgatish kerak. Toshlari ko'p ekanmi? Albatta. Zo'rmi? Dahshat. Hech kimda yo'qmi? Hech kimda. Menda bitta bo'lish kerak bilasan. Voy, adasi, shetdami des? Onasi qo'yisha sog'atdi. Yo'q, olishim kerak. Shunaqa qimmatligi uchun ham yoqyapti. Qiynalgan kunlaringni unutib qo'yibsan. Nima qildi? Bunaqa matoqlaring ko'p-ku. Ko'proq bo'lishini xohlayman. Axir ayol kishi bo'lsam, haqliman. Bu kunlarga osonlikcha erishmadik, onasi. Bitta Voy, ko'ring. Shahlo o'rtoq bo'lmisan? Kim bu? Tanishingmi? Bilmayman. Men Ziyodaman. Men Ziyoda degan tanishim yo'q. G'alatimi bu? Odamlarga ham hayronsan. Shuman. Ularni hammasi hozir shunaqa yo'lga o'tvagan. So'm ber. Qo'yver. O'zim. Shahlo? Mashina oling. Bo'ldi, keting bu yerdan. Nima? Afsal. Bo'pti, asabiymizmi? Shuni qara yana buni bezrak. keting. Yo'lni o'zim bilaman. Voy, bu yana jahlam qiladi. Ha. Voy, tavba. Assalomu alaykum. To'xta. Keling. Mani tanidingizmi? Dan so'raydi dilim, bechora u ham bemor. Bir bor aytgin sevgilim, ketma menga degan qol. Uni o'taman demayli, ko'ray bir oxirgi bor. Yolg'on bo'lsa ham mayli, ketma menga degan qol. Yaxshi ko'rasanmi yor, meni sevasanmi yor, yo ayt kechasanmi yor, oson ketasanmi yor, ketma. Bu holga tushishimga o'zim sababchiman. Ko'p noshukrlik qildim. Ko'plarning dilini og'ritdim. Aslida boyligimiz bizni oilamiz ekan. Yaqinlarimizni borligi. Yo'qotganingda esa qadrini bilarkansan. Hozirgi holimga ham shukr qilaman. Afsusdaman.